Saudiya Arabiston poytaxti Riyozga yaqin bir shaharda o'ltiradigan nihoyatda diyonatlik va go'zal axloqli bir ayol rak kasaliga giribtor bo'lib qoldi. Ayol oila ishlarini qilish uchun indoneziyalik bir ayolni xizmatchilikka akirdi. Xizmatchi ayolning kelgan bir hafta jarayonidagi harakatlaridan uy egasi ayol uning tozaliq uyiga ko'p kirib chiqadiganligini ham uzun o'ltiradigan benormal ahvolini bayqadi. Bir kuni ayol xo'jayin xizmatchi ayoldan tozaliq uyida uzun o'ltirishining sababini so'radi. Xizmatchi qiz unsiz yig'lashga boshladi. Ayol xo'jayin nima uchun yig'laydiganligini so'raganda ayol mundoq deb javob berdi. Men tug'utdan qo'pqoli 20 kun bo'lgan edi. Indoneziyadagi ish tonishtirish markazi sizning bir ayol xizmatchiga ehtiyojli ekanligingizni xabar qilib telefon qilibdi ekan. Turmush ehtiyojim tufaylidan fursatni qochirib qo'ymay deb bolamni tug'ib 20 kun bo'la bo'lmayla yeningizga kelgan edim. Tozaliq uyida uzun o'ltirishimning sababi ko'ksimga sut chinqilib ketganda og'rib ketadi. Tozaliq uyida uni seg'ib etaman. Ayol xo'jayin xizmatchi ayolning so'zini anglab nihoyatda bearam bo'ldi va darhol uning Indoneziyaga qaytishi uchun aeroplan bileti setib oldi hamda 2 yil yetgudek pul tayyorlab xizmatchi qizni chaqirib mundoq dedi. Bu sizning 2 yillik oldin berilgan maoshingiz bo'lib qolsin. Balangizning yeniga berib uni 2 yilgacha emiting. Balangizga alohida ko'ngil bo'ling. 2 yildan keyin xohlasangiz kelsangiz bo'ladi. Ayol xo'jayin o'zining telefon nomerini uningga berib, 2 yildan keyin mushu nomer bilan aloqalashishni aytib, uni yo'lga silib qo'ydi. Xizmatchi ayol Indoneziyaga safar qilib ketgandan keyin ayol xo'jayin doktorga ko'rinib beqish uchun oldin ip qo'ygan vaqt bo'yicha doktorxonaga yetib keldi. Tekshirish natijasi chiqqanda hammaylar hayron qolishdi. Uningda hech qanday kasallik alomati yo'q edi. Doktorning ishongisi kelmay qayta tekshirdi. Natija yanada o'xshash edi. Rak kasalining hech qanday alomati ko'rinmaydi. Doktor rak kasali bo'lgan bu ayolning saqayib qolganligiga hayron qoldi va kasalning xatarlik ham uning unumli davosi yo'q ekanligini bilgachga o'z tekshirishlariga ishonmay yanada ilg'or tekshirish uskunasi bilan tekshirib boqdi. Lekin rakdan asla asar yo'q edi. Doktor shundala ayolning tamoman saqayganligiga qanoat topdi va ayoldan qandoq dori ishlatganligini so'radi. Ayolning javobi mundoq bo'ldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sizlar kasallaringlarni sadiqa bilan davolanglar degan. Yana kimki qiyinchilikda qolgan bir musulmonning ishini osonlashtirib bersa, Alloh uning ishlarini dunyo oxiratda osonlashtirib beradi degan edi. Men mushu usulni qo'llandim deb javob berdi. Ulug' Alloh mundoq deydi. Pul milini Alloh yo'lida sarf qiladigan, orqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayr saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorining dargohida savob topadi.